Assalomu alaykum. Sizlar bilan mashhur o'z kanali Chinozda erkak ayoli va qaynonasini pichoqladi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Toshkent viloyatida 25 yoshli erkak ayoli va qaynonasini pichoqlab o'ldirdi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Xayor Shamsiddinov ma'lum qildi. Bildirilishicha, holat joriy yilning 19-mart kuni soat 20:00 larda Chinoz tumani Obihayot mahallasida sodir bo'lgan. Bo'ston ko'chasi 48-uyda yashovchi 2000-yilda tug'ilgan K.A. birga yashab kelgan ayoli R.F. bilan o'zaro rashk oqibatida janjallashib, janjal vaqtida oshxona pichog'i bilan ayolning turli joylariga tan jarohati yetkazib, uni qasddan o'ldirgan. Shuningdek, ushbu janjalni eshitib qizini ajratishga kelgan 1978-yilda tug'ilgan qaynonasi M.Sh.ni ham oshxona pichog'i bilan turli joylariga qasddan urib, uni ham o'ldirgan. Mazkur holat yuzasidan Chinoz tumani prokuraturasi tomonidan erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish 2-qismi A.J. bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahrida mahalla faollari 10 yildan buyon turmush o'rtog'i tomonidan tazyiq va zo'ravonlikka uchrab kelayotgan ayolni eri bilan yarashtirmoqchi bo'lganida ayol eri tomonidan pichoqlangan edi.